O'zingni muborak mushafingni mana shu joyga joylashtirdik. Dunyo mo'min musulmonlariga, dunyo hamjamiyatiga, jamiki olimlarga, sayyohlarga hammasiga mana shu joyda nur tarab tursin. Allohim o'zing a'rozi samoviy ofatlardan panoh etsin. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsiz. Qadamlaringizga salomlar bo'lsin. Tarixiy jarayon. Shavkat Miromonovich o'zlari bu joyning ajdodiy bunyodkori, o'zlarining g'oyalari bilan, takliflari bilan hosil bo'lgan mahsulot. Hozir aytilgandek asosiy e'tiborimiz Usmon Musafirga qaratadigan bo'lsak, bu juda ham tarixiy, noyob Qur'oni Karim. Buni milodiy sana bilan aytadigan bo'lsak, 644-yil va 656-yilgacha musulmonlarga rahbarlik qilgan Usmon ibn Affon yozdirgan 6 ta Qur'onning bittasi. Bittasi bo'lganda ham o'zlaridagi o'zlari o'qib yurgan Qur'oni Karim. Tarixiy manbalarga qaraganda shahid etilganlarda muborak qonlari tekkan Qur'oni Karim. Shu bilan bir qatorda xalqaro UNESCO tashkilotining mutaxassislari kelib o'rganib, xulosai sertifikat bergan, hujjatlashtirilgan tarixiy manba. Bilinglar, endi gaplarimizni cho'zmaylik, hamma Qur'onni ziyoratiga yetib bir duo qilaylik, yaxshi. Amin. Amin. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor shu fazilatli juma kunining tongida tarixiy bir jarayonda ishtirok etib turibmiz. O'ziga shukrlar bo'lsin. Mana shu joyda ishtirok etayotgan hammaga sog'-salomatlik, dunyoga tinchlik. Shuningdek, mana Markaziy Osiyo, bu joydagi Ozarbayjondan kelgan vakillarimiz, hammamizning oqibatimiz ziyoda bo'lsin. Alloh taolo hammamizga yaxshilik, yurtimizga fayz baraka bersin. Yurtboshimiz salomat bo'lsinlar. Doim mana shunaqa yaxshi tadbirlarda uchrashishni nasib etsin. Bizni rahbarimiz Muftiy Hazrat sizlarga hammalarga doim salom aytdilar. Muftiy Hazrat boshchiliklarida bizning idoramizga mana shu dargoh qo'yishdi. Bu ham muborak bo'lsin hammamizga. Alloh taolo mana shu do'stligimizni, hamjihatligimizni, hamfikrligimizni, tariximiz, bugungi kunimiz, kelajagimizga mana shu farovon bo'lishini Alloh